Assalomu alaykum hammaga. Shiribomli obyektga kelganmiz. Birinchi holati plastik holatda bo'lgan joylarni plastikka buziladi, tegidagi reykalarni olib tashladi. Tashqari tarafimizni zolotoy dub deyiladigan fasonda qilib beramiz. Tunkamizdan bu yoq taraf naveslari ham plastik holatda bo'lgan, tegidagi reykalarni olib tashladi. Sababi tunuka fonda qotirish jarayonlari sal boshqacharoq bo'ladi. O'shanga har bittasiga mana bunaqa profilda tortiladi. Keyin ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, har bitta 40 sm dan mana bunaqa profil tortiladi. Chunki rombik fasonning burchaklari qotiriladi. Har bitta burchak qotirilgani hisobiga profil karkas qilib keyin qotiriladi. Tunuka bonimizda holati mana bu holatda keladi. Tunuka bon detalimiz mana bu holatda keladi. Bir xil mana bunaqa burchak joylariga, chet joylariga yoni kesiladi. Bu kesilgan detalimiz minus bo'lmaydi. Sababi joyi holati kesilgani sababiga minus bo'lmaydi. Agar detalimiz mana bunaqa butun holatda ortib qoladigan bo'lsa, bu tunuka bondan kvadratdan minus qilib olib ketiladi, qaytarilib. Tunuka bonni mana bunaqa fasadniy patolog emasdi, fasadniy holatlariga ham qilsa bo'ladi. Keyin tunuka bonnimiz har bitta detali mana shu qirrasidan bu yoq qirrasigacha hisoblanadi. Kvadrati shuni hisobiga ko'payadi. Karnizlarimizni yonida bu joylari ko'rinmaydi. O'shani hisobiga kvadrat sizlarga katta ko'rinadi. 1 kvadrat joyimizga taxminan 1.4 kvadratdan 1.8, 1.9 kvadratgacha material расходi ketadi. Savollar bo'lsa, profil tagida nomerlar qoldiramiz. Shunga murojaat qilsanglar bo'ladi.